Salom bolajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Grand Mobile'da qanday qilib yuksalish, Grand Mobile qanday o'yligi haqida ham tushunib olamiz va bu bizning birinchi qismli videomiz. Yana bir narsani aytib ketishim kerak. Ming bor uzr xatoliklarim uchun. Videoda biroz xatoliklar ham bor. Chunki men juda professional emasman. Bu o'yin, ya'ni Grand Mobile haqida bugun video olamiz va yuksalish kabilarda. Shunchaki Play Marketga kirib Grand Mobile deb yozsak, mana shu o'yin kelib chiqadi. Keyin bu o'yinga kirib ro'yxatdan o'tib olamiz. Googledan o'tinglar, iloji bo'lsa Ghostdan o'tsanglar, ertaning o'chirib tashlasanglar akkauntinglarni. Shu bilan sizlarda уже ichidagi narsalar ham yo'q. Keyin tilini o'zbekcha qilib qo'yishinglar mumkin, o'zbek tili ham bor. Menda qo'shimcha akkauntlar bor. Afsuski, men sizlarga 0 dan ko'rsatay desam, men уже ikkinchi darajaga o'tib ketibman. Mayli nechio. Hozir buni bir ilojini ko'ramiz. Xo'p. Qozoq serverida yangi akkaunt yaratib, o'shandan ko'ramiz. Xo'p. Ikkinchi darajagacha mana shu akkauntda o'ynab turamiz. Qolganini esa davom ettiramiz o'zbek serverda. Mana shunday qilib akkauntni yaratib olasizlar. Server tanlab, 38-server tanlaylar albatta, o'zbek serverini. Bu yerdan chiqish nuqtasi yoki temir yo'l. Temir yo'lni tanlaymiz, ya'ni vokzaldan chiqamiz. Chunki bizda hali uy yo'q. Semyaga ham qo'shilmaganmiz, kvartiramiz ham yo'q, tashkilotimiz ham yo'q. Albatta hammasini bir boshdan sizlarga tushuntirib, qism video qilib boraman. Kanalimdan uzoqlashmanglar. Mana shunaqa qilib birinchi marta kirganingizda megabayt tortadi. Aslida 65 megabayt tortmaydi. Undan ko'proq tortadi. 1200 megabayt tortadi albatta. Chunki bu o'yinni keshini skachat qilib oladi. Mana va nihoyat o'yinga ham kirdik. Xo'p, o'yinga kirganingizda mana shunday vokzaldan spavn bo'lasiz. Qo'lingizda esa, ya'ni cho'ntagingizda $250 o'yin puli bo'ladi. Xo'p. Birinchi kirganda mana bu yerda yashil joyda questlarni bajarish kerak. Bu yerda yozib qo'ydi, skuter jalg'a alu. Xullas, 38-serverda o'ynaydilarda skuterni ijaraga olish degan bo'ladi. Maytdan belgilashinglar mumkin bemalol. Mana bu yerda belgilab qo'yishda o'zidagi yaxshi bo'ladi. Shundoq boramiz. Keyin skuterni keyingi questimiz esa azamatlik alu. Fuqarolik olish. Fuqarolikni olish uchun biz hozir hukumatga boramiz. Mana kartadan belgilab berdi. Mana bu yerda hukumat bor. Xo'p, videoni mana shu yerda tezlashtiraman. Zirkarli yo'q bor. Do'stlar, mana hukumatga ham yetib keldik. Hukumatga shundoq kiramiz. Eshikni oldiga kiramiz. Albatta qilingan bo'lganimiz albatta. Keyin skuterimizdan tushamiz. Tushib ichkariga asta kiramiz va hozircha ichkarida hech kim yo'q. Bizga hukm kerak emas hozircha. Xo'p, bu yerdan Viktoriyaning yoniga boramiz va Viktoriyaning yoniga borib, Viktoriya bilan so'ylashuv, ya'ni Viktoriya bilan so'zlashish. Xullas, gaplashamiz. Keyin mana bizga vazifani bajarganimiz uchun $5000 va inventarimizga pasport berdi, ya'ni fuqarolik guvohnomasini. Mana inventarimizni ochsak, inventarda aksessuarlar, keyin bu yerda qurollar turadi, bu yerda ishlatiladigan narsalar.
Bu yerda bizga pasport berildi. Pasportni ochsak, bu yerda pasportimiz ismi deyapti. Ismi Turon. Oblastda, ya'ni hududda yashash deb o'zbekchada yozib qo'yadi. 1 yosh deyapti. Chunki biz birinchi darajamiz. Jins erkak jinsi, tug'iladigan joyi, ya'ni yashash joyi. Yashash joyi yo'q deyapti. Uyum, ya'ni ish yo'q. Lavozim yo'q. Janga bog'lanishuvliq. Короче, nikoh, ya'ni turmush o'rtog'i, ya'ni xotini yo'q deyapti. Songa bog'lanishuvlik, ya'ni zanga bog'lanishuvlik, qonunga bo'ysunuvchanlik 0 deyapti. Qara biz yangi akkaunt qilganimiz uchun shunaqa bo'ladi. Litsenziyalar hali bizda hech qaysi biri yo'q. Yerdagi ko'lik, ya'ni yer transporti uchun litsenziya yo'q, ya'ni pravamiz yo'q. Suv transporti uchun ham pravamiz yo'q. Havo transporti uchun ham bizda pravamiz yo'q. Qurol uchun ham litsenziya kerak. Qurol bilan, ya'ni otishish, boshqa qilish uchun ham litsenziya kerak bizga. Bizda hozircha litsenziyalar yo'q. Xo'sh, biz pasportni oldik. Keyingi bizning missiyamiz bu yerda ko'makchi sening qo'lingda deyapti. Do'konga boramiz va telefon raqamini olamiz. Ya'ni telefon raqamini sotib olamiz. Bu yerda pullik deyapti, kirish. Bizlar uchun pullik bo'lmaydi, chunki biz novichokmiz. Mana shu yerga kelamiz va telefon, ya'ni planshet. Buni sotib oldik va 3500 qo'shildi ham. Endi biz telefon nomer olamiz, ya'ni sim karta. Sim kartaga yozishimiz mumkin, misol uchun 117. Sotib olib bo'lmaydi, chunki u band ekan. Unda qolagan nomer olamiz. Nomer sotib olindi. Xo'p, questni ochamiz. Bu yerda densog'liq eng bastisi. Doktorxonaga boramiz. Doktorxonaga borib biz medkarta olishimiz kerak, ya'ni tibbiy daftarcha olishimiz kerak. Bu yerga kelib, mana shu qizil dumaloqning ichiga boramiz va bizga mana chatda ko'rinyapti. Karta berdi, medkarta, keyin $5000 ham qo'shib berdi. Bu yerda bizda yangi, ya'ni meditsinskaya karta qo'shildi. Turon sog'lig'i joyida. Olingan kuni 30/06/2026. Xo'p. Endi keyingi bizning missiyamiz umr qazosini turadi deyapti. Ya'ni biz avtomaktabga borishimiz kerak. Avtomaktabga kiramiz, mana shu metkaga to'lib avtomaktabning ichiga kiramiz va prava olishimiz kerak. Prava olish uchun mashinada kompyuterlarning yoniga boramiz va bu yerdan xo'p 250 AQSh dollarga sotib olamiz. Qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. O'zbekchasida ham bunaqa bo'ladi. Shahardagi maksimal keltirilgan tezlik necha deydi? 60 km/soatni belgilaymiz. Shahardan tashqarisi, ya'ni ikkinchisiga esa 90 km/ni belgilaymiz. Bu yerni tushunmadim, to'g'risi. Albatta, bularni Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalim esa Turon Grant deb yozsangiz Telegram kanalida chiqadi. Albatta hammasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha yerda ko'rib ishlashingiz mumkin. Birinchisi 60 km, 90 km, bu yog'i oldingizda bog'darshmadi, qizil signal yonib tur. Qizil chiroq yonib turibdi deydi. To'xtab yashil signalni kutaman. Mana shunaqa 4-chisini belgilaymiz. Aymoqda qanday qo'zg'aluv o'rnatasiz? So'l yoqda, o'ng yoqda. Afg'on urush deyapti, tipa mashinani quvib o'tish uchun qaysi tarafdan yurasiz deydi. Bizani strechkamiz, bizani anaqamiz
chap qo'l strechkaga chiqishimiz uchun o'ng tarafdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana tasdiqlandi. Transportni tunnelda burishga ruxsat etiladimi deydi. Bu yerda kadergi jasamisi ruxsat etilgan deyapti. Keyin tiyim solingan politsiya xizmatlari bo'lsa deydi. Yo'q. 3-sini tanlaymiz. Ruxsat etilmagan. O'zbek tilida bab ko'rasizlar. 38-seriyaga kirsanglar, trotvarda turoqqa ruxsat etilgan trotvar, ya'ni piyodalar yurish joyida to'xtashga ruxsat berilganmi deydi. Bunda ham 3 ni tanlaymiz. Faqatgina favqulodda holatlardagina to'xtashga mumkin. Yo'lda qay jag'idan o'ziga ruxsat etiladi? Ya'ni quvib o'tish uchun qanday yo'nalishda yuramiz deydi. O'ng tarafdan deyapti birinchisida, ikkinchisida kes kelgan jag'idan ruxsat etilgan. Ya'ni xohlagan tarafdan yurishlar mumkin deyapti. Yo'q. Muldem tiyim solingan deydi. Buni tushunmadim. So'l jaqdan, ya'ni 4-chini belgilaysa, chap tarafdan o'tiladi. Juko bo'lgan, ya'ni avariya bo'lgan holatda nima qilish kerak deyapti. Borliq trimsti durustsi, avariyali signalni qo'shish, o'rnida qolish, politsiya chaqirish. Birinchini belgilaysizlar, hammasini bajarish, ya'ni 4 ta anaqa bo'lsa, 4 tasidan hammasini bajarish tilaysiz, ya'ni birinchini yurgizishchilar yo'lda kesib o'tayotgan jayu yurginchilarda o'tkazilgan minutda, ya'ni piyodalarni o'tkazib yuborish deyaptimi? Yaxshi tushunmadim. Tek eldim ekanda jayu yurginchilar o'tkazilindi. Bunga ham ikkinchini belgilaysizlar, ya'ni piyodalar o'tish joyidani belgilaysizlar o'zbekchada. Bu yerda piyodalarni qanday joylarda o'tkazish kerak deyapti. 10-savol va bu oxirgisi. Tomenda ko'rsatilgan yerlarda qay yerda burilishga ruxsat etilmagan deyapti. Kristerlarda burilishga ruxsat etilmagan deyapti. Ko'prikda, yo'l etaklarida, estakalarda deyapti. Mashrut ko'lik qurolgan ayyomlarida deyapti. Barliq yuqorida atalganlarda deyapti. Hozir buni belgilasam, xato qilib qo'ysam, ana xato qildim. Buni yana qaytadan o'tishga to'g'ri keladi. Bu yerga 2 ni belgilaysizlar, 1 ni belgilaysizlar. Xo'p, 4 ni belgilaysizlar. Bunga xullas do'stlar, videomizni mana shu yerda to'xtatamiz. Qozoq tilida bo'lgani uchun juda ham yaxshi tushunmayapman adabiy tilga. Xullas, keyingi videomiz o'zbek serverida to'liq bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu birinchi qism, ikkinchi qism albatta tez orada chiqadi. Ming bor uzr do'stlar, videodagi shovqin va xalaqit qiluvchi detallar uchun. Keyingi videolarimizda yaxshilab e'tiborli bo'lamiz. Transportni ham ovozini pasaytirib qo'yaman albatta. Sizlar meni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. O'yinni yuklab oldinglarmi, yo'qmi, o'shani ham yozib qoldiringlar albatta. Obuna bo'lib, like bosib, do'stlarga ham ulashib qo'yishni unutmanglar.